Assalomu alaykum. Bugun Sankt-Peterburgdan Dushanbega Primoris Uralskiy yo'llaydi. 23 km bagash imkonlari bugun 13-noyabr. Akalarimiz uchadi. Urmondaga bilet qanday? Arzonmi? Ajoyib. Mana 3 yil, 4 yil bo'ldi shu yerlardan olamiz. Hammasi ishonchli, bemalol. Rais, siz nima deysiz? Bo'lsa olaverasiz. Rahmat sizga. Siz nima deysiz? Hammasi yaxshi. Mazurmi? Zo'r mana birinchi o'tdik, mana turibmiz kutib. Joylar ham yaxshi. Sizlarga oq yo'l. Hammasi yaxshi. Siz nima bo'lsa endi o'tib ketding ana yoqda. Armiya yoshdasiz. Bo'ldi. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Rais, bu aviakassamiz qanday? Yo'qmi? Mana qarang. Dokumentingiz bor edi. Dokumenting ba'zida yo'q deb aniq qilyapti bahona. Ro'z istasan deydi. Qani, lekin hamma narsangiz bor. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Shu bahona nima qilish? Pul olish. Oxirida yana qaytib borib so'radim-da. Ha. Shu gaplaring yolg'on edi-ya desam, yolg'on bo'lsa kerak deb qo'ydim. Buni salam o'zlari shunday. Bo'lsa qidirib. Takshda nima deysiz? Dokumenti bor odamlarga ham nima deysiz maslahat? Ehtiyot bo'lsin. Ehtiyot bo'lish. Minisani o'zlari o'shasin. Ha. Tamam. Oldin so'rasin. Birinchi keyin masalan vaziyatni bilib yoki pastga etaj yoki tepa etaj bilan Sizga rahmat. Rahmat. Sizga katta rahmat. Tamam. Bo'lsa bizlarga yana ham oq yo'l. Xo'p. Ro'ndaga siyozda. Tamam, ha. Biz shu yerda xizmatda eng qulay va eng ishonarli aka sayyorlar mazali ekasiz.